Bugun sizlar bilan har kunlik makiyaj qilishni o'rganamiz. Agar makiyajim yoqqan bo'lsa, videoni oxirigacha kuzating, bu rezultati. Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan YouTube'da birinchi marta birga bo'yanamiz. Bu uchun birinchi bo'lib muzika qo'yib olamiz. Bo'yanishni boshlaymiz. To'xtaylik, bu SPF вот такой. SPF suramiz birinchi, plus baza ishlaydi. Yonimga oyna olib kelmanman. Azizam. Kengisi mana bunaqa ishlataman. Tonalka. Для меня нормально, juda yupqa yopadi. Diorga o'xshaydi. Azizam. Make me wanna fall the blood. Judayam yupqa yopadi. Mana ko'zimni tagini ko'p bo'yaganim uchun ko'zimni o'shaning uchun mana bunaqa konsiler ishlataman, notiki. Menga yoqadi. Bu lekin mana masalan tonalkamga nisbatan plotniy. A tonalkam вообще yupqa yopadigan narsa. Aytgancha sponjigim yuvilgan. Yuvib ishlatish kerak. O'shanda yaxshi yopadi. Уже сразу o'zgardi, qaranglar. Bu yerda hech qanaqa effekt yo'q videoda. Endi qosh bo'yaymiz. Qosh qalaydigan shotka. 10 yil oldingi nima deydi? Teng. Nomiga bo'yayman. Unaqa wow qilib bo'yamayman. Prosta qalinlashtiraman, qoraytiraman qoshimni. Chunki ko'zimni ko'proq qoraga bo'yayman, shuning uchun qoshim qoraroq bo'lib turish kerak yoki ko'zim yarmi ajralib qoshim qolib ketib qoladi. Endi nima qilamiz? Men kiprigimni qayiltirib qo'yaman. Airspoon'ni pudrasini ishlataman. Endi pudra suramiz. Beautiful, the diamond in the sky. Beautiful, the diamond in the sky. The diamond, like a diamond. It's the sky. Уже qaranglar. Как классно.
Hozir men kiprigimni bo'yayman. Bu вообще wow effekt. Men bu arzon tushdan ishlataman. И menda juda ham ko'p. Chunki juda tez tugadi. Bir oyda bitta ishlatib bo'lsam kerak. Lekin bu uchun hozir oyna olib kelmasam bo'lmaydi. Oyna olib keldim. Bunda hozir endi tushimni surishim kerak. O'zi tushimni ham alohida tutorial qilmoqchi edim, qanaqa surishimni. Chunki ancha-muncha qizga tush surishim yoqar ekan. Mana o'zi o'rtog'imni o'rgangan tush surishi. Hatto uni olimimda qilib ketardim. Umuman qo'rqish kerak emas tush surishda. Agar surkalsa, uni uxachiskada yo'qotish mumkin. Bitta ventilyarkaga botirib, bemalol ketkizsa bo'ladi. Men har kuni ertalab tap-tup tez qilib ketaman. Juda tez bo'yanaman. Juda tezimiz yarim soatda полностью meykapim tugaydi. Ishga shoshayotganim uchun, o'qishga shoshayotganim uchun juda tez ketaman. O'shaning uchun bunaqa tutorial ola olmayman, get ready with me ola olmayman. Chunki hamma narsa menda juda ham tezlikda bo'ladi. Уже. Что-то o'zbekskiy muzika eshitgim kelyapti. Hozir nima qo'yilar ekan? On the floor. Qaysi ashula bu? YouTube rosa yaxshi ko'raman, o'shaning uchun ham YouTube'ga video chiqaryapman. Обожаю YouTube и TikTok. Maza qilaman YouTube'da. Bu tushimcha uncha qolmaganida tush yenga olishim kerak. Lekin vaqtim bo'lmayapti hali. Давайте o'zbekskiy muzika eshitamiz. Unda sal bo'lsa ekan. Bunaqa deydi, tepani bo'yadimmi? Hali beri pasti bo'yamayman, chunki tepam qurishi kerak. Tepam yoki bunaqa qilsam, tepam yopishib qoladi bunaqa joyimga. O'shaning uchun hozir ko'zimni qora qalamda bo'yaymiz. Rosa ham ko'p, anaqa ishlatgan deyishyapti menga. Surma. Lekin surmada qo'rqaman, menga qora qalam удобный. Seni sevaman. Seni sevaman. Bot bunaqa qilib suraman. Voy, ko'zim. Ko'zimni tegi ham bo'ya bo'lindi. Endi labimni bo'yayman. Menda har xil qarindoshlar bor. No, самый favorite one mamba. Mistaysi nomeri ham yo'q. Прикиньте, уже o'chib ketgan ishda turganimdan. Shunda bo'yaymiz. Men faqat kontur chizaman, valdanga yetadi. Shuna voyanmayman. O'tgan make-upim. Hozir menda svet problemam, chunki svetim o'chib qoldi. Men buni ishlamayapti yaxshi. Boshqa shtativda ish qilayotganim uchun baland turib pasaytira olmadim. O'zim shtativimni sog'indim, ishxonamda edi. Uyda bo'lganim uchun hozir tez qildim. Final rezultat sizlarga. Agar xohlasanglar, bunaqa ham qilaman. U ko'p emas. Bu highlighter. Teng. Men highlighter sifatida bittasini ishlataman. И вот так. Bum, bum, и bum. Tugadi. Va oxirgi gapim. Подписывайтесь. Har doimgidek obuna bo'ling. Menga o'zbekskiyda shunaqa tutorial, ya'ni make-up videolar chiqarishga harakat qilmoqchiman. It's first video. Bu birinchi videoyim. И вот. Hamma narsa shunaqa oddiylikdan boshlaydi. Xudo xohlasa balki biz ham prof kamerada video olib YouTube'ga qo'yarmiz. Всем пока.